Yo, barkamol sizlarga bugungi videoda men sizlar bilan yana o'sha qo'rqinchli yanada deyarli 10% bo'lgan dunyoda men yashab ko'raman. Ya'ni hardcore. Lekin avvalgi xatolarni qaytarmayman degan umidda. Men avvalgi xatolarni qaytaraman deganda nimani nazarda tutdim? Avvalgi xatolarni qaytarmayman deganda men do'stlar avval adashmasam 1 oy oldin men hardcore dunyo ochgandim. Va men unda to'g'ri birinchi kunidayoq o'lgandim. Buni ahmoqlarcha o'lishdi, faqatgina orzu qilsa bo'ladi. Lekin men yanada mahoratim oshdi. Yanada zo'rlashdim, tajribamdan kelib chiqib o'zim ancha-muncha ishondim. O'zim yuta olaman degan umiddaman men do'stlar. Sababi yana ahmoqlarcha o'lib ketsam, endi abdala bo'ladi. 100 ta obunachidan chiqarishim kerak edi, to'g'ri. Oldingi hardcore videoning oxirida aytgandim. Lekin tushunasizlar, men ham boshqa ishlar bor. Shuning uchun ham hammasiga tupurib qo'ygan holatda jimgina daraxt chopamiz. Hozir men golemni xalq qilishim kerak va nima? Golemni xalq qilgan holatda keyin yana meni skinimga e'tibor berasizlar. Bu shunchaki dahshat. Men skin qo'yishganman bu dunyoga. Bu sizlar o'ylaganda eng yangi versiya. To'g'ri. Men bu versiyada o'ynamayman deganim, lekin o'ynadim. Baribir o'ynayman. Asosiy sababi bu yangi versiya. Boshqa hech narsa emas. Yana bu videolarimga ham kerak. Pichanda non. Faqat mana bunday. Va ko'p palasamon. Dan non. Bu işte saat oldu. Yana men bu olamda yana topshiriqlar ham bajarmoqchiman. Darslarga o'xshab qani bironta sigirmi molmi bormi? Bu sigir bilan molda nima farqi bor? Qo'ymi, sigirmi bormi debman-da. Javob tushunmagan bo'lsalar. Mana bitta qo'y topildi. Endi ikkinchisini ham izlash kerak. Faqat ikkinchisi qaysi go'rda? Artifak bajargan bitta topshiriqqa ko'ra, bu adashmasam romantik kecha nomli anaqa topshiriqni bajaray. Ana ikkinchisi. Kelinglar. Men sen bittaga pushti qo'y. Men urdim. Qara pushti qo'y. Bu kamyob. Lekin men kolleksiya qilmoqchiman, shuning uchun ham kechirasan. Endi topshiriq bajarildi. Romantik kecha topshiriq menimcha bajarildi. Yana bilmadim, ko'rmay qoldim. Ikkida bunda qo'shmaganman. Mayli, farqi yo'q. Bajardim deb qo'ya qolamiz. Va men hozirroq o'zimga Ochapat qo'ychi. O'z kichkina qo'ylar ochapat bo'ladi-da. Qaramasizlar. Shu ko'rgan joyga yugurib borib yeydi. Hozir ko'rsataman. Ko'rgan joyiga borib yeydi. O'zi to'g'ri mana shu ko'zlikda borib yeydi. Qiladigan ish yo'q. 3 stak nonga yana yetmay qoldi. Men adashmasam, men stak non yasolaman. Stak. 2 stak non yetadimi? Bilib ko'raylikchi, 2 stak nonga bilmadim do'stlar, yetadimi yoki yo'q. Lekin bir narsa aniq, men golemni o'ldirishim kerak. Yana men ba'zi bir narsa kolleksiya qilib qoldirmoqchiman o'zimda. Masalan, pushti qo'ydi junini. Bu juda ham kamyob qo'y. Kim bilmasa, paydo bo'lish foizatiga necha foiz edi?
3%. Ha, 3% qo'y. Buni paydo bo'lishining foizi 3% gina. Nima kalam itarasan? La'nati hozir seni o'ldiraman. Ko'p meni o'ldir deyman. Baribir o'ylasan bacha. Ko'pga bormaysan sen. Yo'q men nima. Agar do'stlar sizlar 3 ta blok yo'q bo'lsa, shunchaki suvga boring. Jigar, suvga bor. Ketdik-ku bala. Suvda muhimi do'stlar, suvda nima qilib turish. Ya uni qo'qtashaverasiz. Bosh sizlarga haq bera olmaydi. Mana bunday qilib turib urish. Buni bosamiz, mana bu tepaga chiqishdi va urib tashlayveramiz. Faqat boltasini o'ldiramiz. Farqi yo'q. Ketmo, shuni ham atakasi 2, shuni to'g'rimi? 2 ataka. Boltani 3. Ana reslar. Böyle öyle odam ko'p ezdim. Seni unutmayman. Короче. Endi davay. Qalqon yasaymiz demoqchidim. Lekin qalqon yasashga juda daraxt yo'q. Afsus. Ketdi. Daraxt chopishdan birinchi tosh chopay. Bir 10 tacha. Tosh davri, yangi topshiriq. Ajoyib 8 tosh tayyor. Va shuni 10 ta yoki 12 ta ham qilib olaveramiz o'zi. Bizda nima ketdi va o'sha daraxt ham borib o'tiramiz. Shuni mana shu yerda o'zi toshli bolta yasaymiz. Qanchalik yaxshi. Baribir lekin daraxt chopamiz. Va koni bo'lsa, shiytelarni uyini chopib, o'zlariga sotishimiz kerak. Qanday desam, kamonchiga. Va bundan bizga nima foyda? Asosiy foyda hozir aytaman. Asosiy foyda zumrad. Sababi zumrad bizga eng ko'p kerak bo'ladigan narsalardan biri. Yana bu videoni tezlashtiraman. Shu sal rasvoq bo'lsa e'tibor bermaysizlar. Va tayyor. 61 ta nonlar qolamiz. Mana. Va kechyapti. Darhol uyga kirib uxlaymiz. Sababi men adashmasam narigi videomda men ikkinchi kunda qo'yib qo'yaman. Bu safargi esa aniq men ikkinchi kunda qo'ymayman. Va yotoqdan olamiz. Yana fakelam ovozi bo'ladi. Sizlar qol. Ko'p odamlar sabrini buzmasdan. Dojosi babam. Öyle. Qilichni bor shiraydi. Mana buni bosib yotib yo'q, katta sakrama bratish. Katta sakragan o'lib ketadi har doim. Shundan sakramasi kerak kattaga. Jideli bolachasi qanday kallasi o'zidan ketdi. Baqchi, o'ldiraman. Ha. Jidelerga yaxshilik qilinglar. Do'stlar, bu videoda bir kun hozircha yashadim, lekin yo'q. Men ko'ziga qarab qo'ymaslik kerak. Ko'ziga qaragan taqdirda ham shuni uyga kirib olish kerak. Endi marvarid hozirdan to'plasam yaxshi emasmi? Qani. Izot qotdim. Yana xuddi ustimdan kulganda bu qishloq temirchini uyi ekan. Bir 15 minutlik videolar keyin tezlashtiraman-da. Bir 13 minutlikmi qilaman va montaj qilaman. Meni eng yoqtirmagan ishlardan biri montaj qilish. Sababi ko'p vaqt oladi. Asosiy muammo shu. Va assalom berdik sizga. Yo'q, qanday o'lmadi? Toshli boltada javob edishini o'ylardi. Qilich yaxshiroq. Bedrock Edition'da qilich yaxshiroq. Boltadan ko'ra, lekin javob edishini unaqa emas. Lekin qilich ham unchalik. O'sha hozir molda sakrab turaverdim. Papam qop. Yo'q.
ulgurmayapman. Mayli. Yana do'stlar menga bu yerda tosh kerak, bu yerda temir fermasi qurmasa bo'lmaydi. Yashab bo'lmaydi. Lekin temir fermasini qurishni qanchalik g'alati eshitilmasin, temir kerak. Varonka yasash uchun. Kim o'ylab deysiz, temir fermasi uchun temir kerak. Bo'lmasam kerak bo'lmaydi, mabodo. Короче, temir fermasi uchun temir kerak. Bu yerda esa kon ozgina kovlab olamiz. Sir o't. Chacha. Men 30 ta ko'p qo'yardim. Mayli, farqi yo'q. Bitta pechka yasaymiz. Qani lekin pechka. Mayk. Короче, do'stlar, hozir yana bir minutdan keyin video tugaydi. Men bugun 15 minutlik videoni 13 minutlikdan kam videoga aylantirishim kerak. Sababi YouTube menga 13 minutlikdan ko'p video qo'yishga taqiqlagan. Bilmadim nimaga. Qani bilmadim nimagaligini. Men uchun mashhur bo'lib ketsam, hattoki do'stlar, men adashmasam birinchi YouTube'da boshlaganimda bitta joydan ko'rsa bo'ladi. Hammada bor, ko'rsa bo'ladi bitta joydan. Necha minutlik video olishim mumkinligini. Menimcha 4 minutlik yoki 5 minutlik bo'lgani shunday. Hozir esa men 13 minutlik videoda qo'ya olyapman. Lekin umuman so'tlab video qo'ya oladi. Ham pul to'laydi, ham YouTube algoritmini o'zi o'ylab qo'ygan. Короче, вот kachuk. Yaramaslar. Men esa YouTube'ga pul to'lash umuman niyatim yo'q. Do'stlar, uzun videolar chiqishini xohlasangiz, iltimos kanalga obuna bo'ling. Bu juda ham muhim. Bugungi video esa shu joyda tugaydi. O'tqavaki qiziqarli video bo'lgan. Yoki zerkarli qilib qo'ydim. Bilmadim, lekin men zerkarli qildim yoki qiziqarli. Bugungi video xullas shulardan iborat edi. Iltimos kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar.